Assalomu alaykum 13 kuzatuvchilari. Ba'zida jarayonlarni videoga olishda ikkita qo'l bilan jarayonni ko'rsatib berishga yoki aytaylik taom tayyorlashga to'g'ri kelganda telefonni tutib turish muammosi bo'ladi. Telefoningizda agarda tripodga o'rnatib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bunaqa holatda oyog'i kadrda ko'rinib qolib, biroz asabingizga tegishi mumkin. Ana shunaqa holatlarda foydalanish uchun neck holder, ya'ni bo'yin telefon tutqichi deb ataladigan mana bu qurilmani Uzun Market saytidan xarid qildim. Uzun Marketda buni turlari juda ham ko'p ekan. Men Samsung va iPhone telefonlaridan foydalanganim uchun buni aynan mana bunaqa tutqichligini xarid qildim. Shuningdek, MagSafe, ya'ni magnitlilar ham bor ekan. Narxlari bilan bemalol ko'rib olishlar mumkin. Demak, bu yaqinda Uzun Marketdan yetib keldi. Hozir ana shuni sizlar bilan ochib ko'ramiz. Bu xarid qilishga arziydimi yokida o'sha foydalanish uchun qulayliklari qanaqa? Hammasini ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda plombasi bor ekan, o'zini Jimari brendidan. Komplektni ko'radigan bo'lsangiz, telefon tutqichi, o'sha o'zimiz ishlatadigan tutqichlarga juda ham o'xshash. Bu yerda demak qotiradigan joyi bor va mana bu yechilsa kerak. Qanaqa yechilishini bilmadim. Xo'p, telefonni aylantirib, gorizontal va vertikal tarzda joylashtirish mumkin. Xo'p. Mana bu demak, uskunani bo'yinda turadigan qismi. Bu yetarlicha egiluvchan ekan, ya'ni bukib, egib, o'zingizga moslashtirib olasizlar. Va mana bu yerda hozir bo'sh qismi va buni mana bu yerga ulaymiz. Ko'ryapsizlar, mana joyiga tushdi. Demak, mana bu qism bukiluvchan qilib ishlangan. Uni demak o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, telefon qayeriga qotiriladi buni? Telefon qotirish uchun mana bu uskunadan foydalanamiz. Bu ham demak komplektida bor ekan. Xo'p, buni men ham birinchi marta ishlatib ko'rishim. Menimcha mana buni bosamiz. Buni kiritib qo'yib yuboramiz. Mana shu tarzda joylandi va mana bunisini endi mana bu qismiga aylantirib qotiramiz. Ajoyib qurilma menimcha. Buni video obzor qilishimizdan maqsad, men shunaqa narsa xarid qilmoqchi bo'lib, do'konlarga tashrif buyurdim. Biz viloyatda turamiz, tumanlardagi elektronika do'konlarda bunaqa qurilmalar deyarli sotilinmaydi, chunki bu yerda xaridorlarga talab yo'q menimcha bunaqa qurilmalarga. Shuning uchun buni Uzun Marketdan ko'rib xarid qildim. Ko'rib tanlashdan oldin qanaqasidan olaman, qanaqa mahsulot keladi degan savollar bo'ldi. Sizlar shunaqa mahsulot xarid qilmoqchi bo'lsangiz, sizlarda savollar bo'lmasligi uchun biz buni ochib obzor qilib ko'rsatyapmiz. Mana shu shaklda qotirib oldik. Demak, mana bu yerini bo'shatib, buni burchaklarini sozlashingiz mumkin va bo'yinga taqasiz. Bu yerda demak telefoningizni o'rnatib, mana bunaqa ikkita qo'l bilan bajariladigan jarayonlarda aytaylik, siz oshpazlik yo'lida blok yuritmoqchisiz yoki tasvirga olayotganingizda telefonni qo'lingizga ko'rsatib, jarayonlarni ko'rsatib bermoqchisiz. Shunga o'xshash barcha holatlarda mana buni bo'yningizga taqib, kamerani o'rnatib qo'yadigan bo'lsangiz, kamerani tutib turadi va siz bilan birga kamera harakat qiladi. To'g'ri, mana bunaqa stol ustida olinadigan jarayonlarda kamerani tripodga qotirib qo'yib, oyoqchasi ko'rinib qolsa ham ishlatish mumkin, lekin yurib olinadigan jarayonlarda mana shu shaklda qotirib telefonni bo'yningizga taqib olsangiz, demak jarayonni to'lig'icha videoga olib boraverasiz. Menimcha ancha qulay. Va komplektidagi mana bu narsa remishog'i. Xo'p, bu remishog'ni demak mana bu yeriga mahkamlaymiz. Mana shu yeriga mahkamlanadi. Xo'p, buni yelkangiz orqali o'tkazib qo'yasiz. Hozir mahkamlashni ham ko'rib chiqamiz. Mana bu qismi ochilar ekan. Xo'p, bu yerdan o'tadimi? Yo'q, bu yerdan o'tmaydi, orasidanchi. Mana bu yerdan o'tar ekan mana. Mana shunday o'tkazib
ikkinchi tomonini ham o'tkazib olamiz. Videoni montaj qilmasdan kanalimizga joylaymiz. Ba'zi joylarda noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsa yoki xato ma'lumot berib qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. Opa. Demak, remeshogini ham o'rnatib oldik. Buni bo'yniga taqasiz. Telefonni demak o'zingizga kerakli holatda joylashtirib olasiz. Aytaylik mana shunaqa qilib. Xo'p, va mana bu qismni yelkangiz uzra o'tkazib qo'yasiz. Mana bu remeshogini uzaytirib kaltartirish imkoniyati bor. Yelkangiz uzra o'tkazib qo'yganingizda, demak bu bo'yningizdan tutib turadi, bu sizni orqangizdan aylanib ushlab turadi va yurganingizda ham telefonda ortiqcha silkinishlar bo'lmaydi. Bu ayniqsa menimcha o'sha oshpazlik yo'nalishida yoki telefon ekranini yoki jarayonni aytaylik, ustakalarimiz bo'lsa blok yuritadigan, ana shu yo'nalishlarda juda ham kerakli uskuna bo'lsa kerak deb o'ylayman. Narxlari mana ko'rib turibsizlar. O'zim marketda mana shu narxda turibdi. 8-dekabr 2025-yil holatiga ko'ra. Sizlar ham agar shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, bemalol kirib, ko'rib, tanlab olishingiz mumkin. Mana ko'ryapsizlar. Bu yerda ko'rsatib qo'yibdi, qanaqa qilib foydalanishdi. Mana ko'ryapsizlar, mana remeshogini orqasidan o'tkazilgan, bo'yniga mahkamlab, telefonni qotirib, syomka qilyapti. Telefonni aylantirib syomka qilish ham mumkin. Mana ko'ryapsizlar. Juda ham qulay. Nasib bo'lsa, biz ham buni video darslarimizda foydalanamiz. To'g'ri syomka qilish bo'yicha darslar joylamoqchi biz. Ana shu darslarimizda foydalanish maqsadida bu qurilmani xarid qildik. Yana qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarga yozib qoldiringlar. Bizning kanalni kuzatishda davom etinglar va albatta do'stlaringiz, yaqinlaringiz taklif qilib qo'yinglar kanalimizga. Ontich oilasi sizlar uchun foydali ma'lumotlar va foydali darslar berib borishga harakat qiladi. Keyingi videolarimizda bloggerlar uchun juda ham zarur va muhim bo'lgan mana bu qurilmani obzor qilib beramiz. Holland Lark M2 mikrofoni. Bu har bir blogini yuritadigan mobilograf blogger uchun eng kerakli, sifatli va o'rtacha narxdagi mikrofonlardan biri. Albatta bu videoni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana qiziqarli va foydali ma'lumotlarni joylab boramiz. Video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, o'zingizlarning fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Barchaga omad. Kanalimizda biz bilan birga qolinglar.